Odamlarda dieta degan narsa bor ekan. Nima u? Dieta bu och qolib o'zini qiynash degani ekan. Zarilmi shu? Mazza qilib yemaydimi shirinliklarni? Odamlar shirinlikni sanga o'xshab yeb o'zini aldirkan. Nima deb oldiydi? Shu oxirgisi deb. Keyinchi? Keyin yana bitta oxirgisini olar ekan. Odamlar dietani har doim dushanbadan boshlashar ekan. Nega aynan dushanba? Shanba, yakshanbada hamma yaxshi ovqatlarni yeb olishar ekan. Odamlarga shirinlik motivatsiya berar ekan. Ozishgami? Yo'q, ertadan boshlayman degan gapga. Odamlarni bilmadimu, lekin men shirinlikni yeyveraman. Sen odam bo'lmisan? Samarqandda Chelak degan joy bor ekan. Xo'sh, nima bor edi? O'sha yerda Candle Lab degan shirinlik magazini bor ekan. Bir borish kerak ekan, zo'r ekan shirinliklari. O'sha magazinda sen ko'rayotgan hamma shirinliklaring bor. Seni olib boraman, semirguncha yeysan.